Qadrdonlarim, assalomu alaykum. Farg'ona shahar asli uy-joy savdo YouTube, Instagram, Telegram ijtimoiy tarmoqlarini kuzatib boruvchi aziz obunachilarimizga chiroyli, shinam, fayzi bo'lgan xonadonlarda obzorini ko'rsatishda davom etamiz do'stlar. Bugungi manzilimiz Farg'ona shahar MTSda bo'ldi do'stlar. Ro'pparadagi to'g'ridagi darvozadagi hovli uyimiz zudlik bilan sotiladi. Bu MTSda yo'li do'stlar, bu tomonga shundoqqina chapga chiqadigan bo'lsangiz, Media Parkka chiqib ketsangiz bo'ladi. Bu tomonga Ovvolga chiqib ketsangiz bo'ladi do'stlar. Ko'rishingiz mumkin. Ro'parada o'sha Malibu mashina ustaxonasi bor ekan. Shuni oldida ro'parasidagi mahallani ichida e'tibor beramiz hurmatli obunachilarim. 16 sotixdan iborat 9 xona uy bor. 2 ta sanuzel, 2 ta hojatxona, 2 ta oshxonasi bor. Fayzli, ajoyib, kattagina hovli uyimizni sotuvga chiqaryapmiz. Kimgadir qiziq bo'lsa, bemalol pastdagi raqamlar, uy egalari telefon raqamlari, bog'laninglar, suhbatlashinglar, kelinglar, ko'ringlar. Agar sizlarga hudud, hovli ma'qul bo'ladigan bo'lsa, bemalol bitta qo'ldan ushbu xonadonda xarid qilishlaringiz mumkin. Bu hammasi emas hurmatli obunachilarim. E'tibor bering. Uyimiz narxi 125 ming dollar baho so'ralyapti. Albatta o'tib beradigan joyi bor. Undan tashqari uyimiz naqd pul va ikkilamchi kreditga ham sotiladi. Mahallaga ham o'zlaringiz baho beringlar. Mahallalarimiz ham 100% asfalt bilan qoplangan. Uy egalari bizga aytayaptiki, Sergap Azizbek, qo'ni-qo'shnilarim juda ham zo'r odamlar, qarindoshlarimizdan yaxshi deyishyapti. Hurmatli obunachilarim, buni yashagan insonlar bilishadi. Kadastr hujjatlari notariusga tayyor. Gaz, suv, svetdan umuman muammo yo'q. Kanalizatsiya o'zliklari uchun qilingan. Bu hovlida do'stlar bitta emas, ikkita emas, uchta emas, 4 ta hovli xo'jalik yashasa bo'ladi. Undan tashqari 14 sotiga hovliga ajratilgan bo'lsa, 2 sotiga yana bog' ham qilib qo'yishgan ekan do'stlar. Buni sizlarga video davomida ko'rsatib tushuntirib beraman do'stlar. Endi qarang, katta yo'lni bo'yidan biz kirib keldik, boringkani 50 metr ichkarida xolos. Undan oldin siz videoga like bosib qo'ying, men videoni sizga chiroyli qilib obzor qilib beraman. Bu darvozaxona qismi ko'rishingiz mumkin. Darvozalarda ham sifatligini qo'yib qo'yishgan. Endi sizlar bilan birgalikda uyimizga chiroyli sayohat qilamiz. Keling hurmatli operator, keling. Uyimizni aziz obunachilarimizga chiroyli qilib obzor qilib beraylik. Kirganimizda bu uy nima deyapti hurmatli obunachilarim? Uyda 1 dan 5 gacha son bo'yicha izohlarda qoldirib qo'yinglar, sababi uyimiz do'stlar puliga 100% bas 1000% arziydi. Kirganimizda darvozaxona bemalol bu darvozaxonaga do'stlar bitta, ikkita, uchta, 4 ta, 5 tacha mashinani sig'dirib yuborsangiz bo'ladi. Shu tomonda o'ziga mana ko'rishingiz mumkin 3 ta mashina sig'ib ketadi. O'rtada kattagina agorod qismi bor. Mevalarda endi sanab sanoqiga yeta olmaysiz, sababi har xil turdagi mevalar bor. Olma deysizmi, shaftoli deysizmi, behi deysizmi, uzum deysizmi, gilos deysizmi, xullas kalom bir so'z bilan aytganda mevani turi bor do'stlar. Kelib bemalol chertib pishganda mazza qilib tanovul qilsangiz bo'laveradi. Endi asosiy joylarga o'tamiz. Mana bu narsani ko'ring. Uyimiz 100% do'stlar, yerlarimiz bruchatka bilan qoplangan. Aylanasiga uzum toklarni chiroyli shaklga keltirib qo'yishgan. Har xil turdagi gullarimiz ham bor. Endi bir boshdan boshlaymiz. Shu naves, bashaqqa naves qilib qo'yishgan ekan. Mana bemalol bo'tga tapchanlarni qo'yib, so'rini qo'yib, mazza qilib dam olib yoki shu kachalarni o'zida ham ko'k choy deysizmi, pamil choy deysizmi yoki kofeni ichib mazza qilib toza havoda, shabadada o'tiradigan joy. Uyimiz shu joyida podval qismi ham bor ekan. Bu podval qismini ham hozir sizga operatorim qo'lidan kelganicha tushuntirishga harakat qiladi. Mana o'sha podval bemalol bo'tga banka, sonka shunga o'xshagan narsa yozgi kunidagi kompotlarni olib kelib salqin joyga qo'yib qo'ysa bo'ladigan joy. Endi asosiy uylarga o'tamiz. Asosiy uylarimiz shu tomonga o'ng qo'l tomonimizga gabraza solingan. Shu tomondagi uyimiz sinchli ekan. To'g'ridagi uylarimiz pishig'ish, xomg'ish, aralash qurilgan. Undan tashqari uyimiz isitish va sovutish tizimlariga ega, konditsionerlari qoladi va ba'zi bir jihozlari qolar ekan. Buni endi bemalol uy egasi bilan savdolashib, gaplashib, xarid qilsalaring bo'laveradi do'stlar. Uyga maktab, bog'cha, magazin, apteka, poliklinika, klinikalar yaqin. Masjid yaqin bu hududga 5 mahal azon ovozi eshitilib turadigan hudud do'stlar. Ko'ryapsizmi? Uyimiz juda ham katta va juda ham keng do'stlar. Menga to'g'risi hurmatli obunachilarim shu uyda shu joyi yoqdi. Mana qarang, juda ham salqin holatga keltirib qo'yishgan. Ikkita tapchanlarni, so'rilarni qo'yib qo'yishgan. Yozgi letni oshxona qilib qo'yishgan. Buni endi mazza qilib tongda turib, tongi shabodada bu yerda o'tirib, nonushta qilsangiz mazza bo'lar ekan hurmatli obunachilarim, yoki kechki ovqat shu yerda o'tirib yesa, undan ham juda ham ajoyib holatga keladi. Bu tomonga letni oshxonani ochib qilib qo'yishgan ekan. Do'stlar, bir narsaki, dacha-pachaga borib o'tirmaysiz, shu hovlini o'zi sizga dacha. Endi qarang, ikkinchi qismiga o'tamiz. Hovlimizni ikkinchi qismida 2 soti joyda do'stlar, molxona, tovuqxona, qo'yxona va bog' qilib qo'yishgan ekan. Ko'rishingiz mumkin, uyimiz oxiri o'sha devorga boradi. Bu haligi ustozimiz Hojiboy Tojiboy aytgandek do'stlar, o'zi yiqilib turib ham, qo'lini uzatib turib ham, do'ppini otib turgan hovli shu bo'lsa kerak, mana bilishim bo'yicha. Bu yerda bitta xona bor. Bu xona do'stlar o'sha
keyingi ikkinchi oshxona sifatida ishlatilarkan xamir shunga o'xshagan narsalarni shu yerda qilsa bo'laveradi Sergap Azizbek deyapti. Uy egalari Hoji onamiz do'stlar. Bu tomonga tandirlarni qilib qo'yishgan. Bu endi hovlimizni orqa tomoni o'sha oxiriga boradi do'stlar. Ko'rishlaringiz mumkin. Oladigan odamlar bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaveringlar. Katta hovli so'ragan, katta hoji tog'alar, hoji onalarimiz yokida hoji akalarimizga ushbu joyda taklif qilamiz. Kelinglar, ko'ringlar, gaplashinglar, bemalol xarid qilishlaringiz mumkin. Men sizlarga aytgan 2 sotiklik bog'imiz ham mana shu yerda joylashgan do'stlar. Ko'ring, har xil turdagi mevalar juda ham ajoyib. Do'stlar, bir narsani aytib o'tishni lozim deb topdim. Uyimiz shunchaki jannat do'stlar. Faqatgina bu uyda yashab, mehnat qilib, mehnat nima uchun mehnat qilish kerak? Mevali daraxtlarga qarab, ozgina e'tibor berilsa, ajoyib holatga keladi. Endi bu tomonda mana ko'rishingiz mumkin, qo'yxona, tovuqxona, molxona qilgani sharoitlarda uy egalari o'zliklari uchun yaratib qo'yishgan ekan. Endi oladigan odam o'ziga chiroyli qilib, xohlasa molxona quradi, xohlasa qo'yxona quradi. Xullas kalom shaharning ichida ham do'stlar, chorva bilan yoki parranda bilan shug'ullansa bo'ladigan hovli bormi deganlarga mana o'sha hovlini taklif qilaman. Xo'p do'stlar, biz asosiy hovlimizga o'tib oldik. Endi bir boshdan xonalarda ketma-ketligini ko'rsatishga harakat qilaman do'stlar. Zerikib qolmayapsizlar degan umiddaman do'stlar. Xatolar, nuqsonlar bo'layotgan bo'lsa, ming bor uzr so'rayman. Xo'p, birinchi xonadan boshlaymiz. Bu uyimizning tashqi hojatxonasi. Uni oldida do'stlar sanuzel qismi bor. Buni ham sizlarga qo'limizdan kelganicha operatorim bilan birgalikda ko'rsatishga harakat qilamiz. Birinchi xonamiz bu prachkasi, ikkinchi xonamiz do'stlar sanuzel qismi. Ko'rishlaringiz mumkin. Ko'rib, o'zlaringiz baho berib turinglar do'stlar. Men sizlarga qo'limdan kelganicha imkon qadar tajribamdan kelib chiqqan holatda obzor qilishga harakat qilyapman. Xo'p, birinchi xonadan boshlaymiz. Eshik romlari akvadan. Bu xona do'stlar, xohlasangiz buni mehmonxona qilib qo'ying, xohlasangiz oilaviy zona. Endi qarangda do'stlar, buni birinchi keliningizga berib yuborsangiz bo'laveradi. Sababi xonalarda soni ko'p. Buni keliningiz mehmonxona qiladi. Ikkinchisini ko'rishingiz mumkin, kattalar yotoqxonasi qilib qo'ysa bo'ladi. Kattalar yotoqxonasi ham hozirgi mehmonxonadan qolishmaydi. Sababi juda ham katta, juda ham keng. Eng asosiysi har bitta xonamizni patologlari visokiy patolog qilingan ekan. Juda ham katta, juda ham baland holatda. Endi bu hududda do'stlar gaz, suv, svetni o'ylamaysiz. Sababi bu hududda gazdan, suvdan, svetdan umuman muammo yo'q. Qarang, men sizga ikki xonasini ko'rsatdim xolos. Hali u tomonda yana qo'shimcha xonalar bor. Ularni ham ko'ring. Armonda qolasiz do'stlar, agar ko'rmay qolsangiz mabodo. Shuning uchun do'stlar taklif qilaman videoni oxirigacha ko'rishga. Bu xonamiz ham eshik romlari akvadan. Keyingi xona. Endi bu xonani do'stlar bemalol ikkinchi keliningizga bersangiz bo'ladi. Sababi shu yerda bitta oilaviy zona qiladi yokida mehmonxona qiladi. Bu xonasini bolalar xonasi qilib qo'ysa bo'ladi. Mana buni hozir men sizga ko'rsatishga harakat qilaman. Har bitta xonada sifatli radiatorlar qo'yilgan. Mana ko'rishingiz mumkin, buni bolalar xonasi qilib qo'ysa bo'ladi. Endi bu meni shaxsiy fikrim, video davomida aytib o'tib ketyapman. Buni endi oladigan odam o'ziga moslab oladi, qaysi xonani kimga qilib beradi. Lekin men xohlardimki buni o'sha keyingi keliningizga bersangiz bo'ladi. Endi keyingi xonasi bu kattalar yotoqxonasi. Bemalol keliningiz bu xonani o'g'lingiz bilan birgalikda kattalar yotoqxonasi qilib qo'ysa bo'ladi. Hozirgi kunda ham mana kattalar yotoqxonasi sifatida ishlatilyapti ekan. Eng qizig'i, shu xonani o'zini ichida sanuzel hojatxonasi bor. Bunga hovlining orqa tomonidan ham kirsa bo'ladi va uy ichidan ham kirsa bo'ladi. Devorlar, yerlari 100% kafil bilan qoplangan. Bu tomonda unitazlarimiz bor, dushovoylar qilib qo'yilgan ekan do'stlar. Bu keyingi xonasi. Bundan keyingi xonaga o'tamiz. Bundan keyingi xonamiz shuni yonida joylashgan. Buni endi hoji onalarimizga, hoji otalarimiz bo'lsa, agar shu xonasini chiroyli qilib o'shalarga moslab bersalaring bormi? Hurmatli obunachilarim, xonalarini kengligiga, kattaligiga, razmerlariga e'tibor berib turinglar do'stlar. Juda ham ajoyib. Har bitta xonasi adashmasam agar 4 ga 8, 5 ga 9 xonalar bo'lyapti. Hurmatli obunachilarim, bunaqangi katta xonasi bor. Katta hovli har doim ham sotuvga chiqavermaydi. Men uy egalaridan so'radim, "Hoji ona, nima uchun bu hovlini sotyapsiz?" desam, "Sergap bolam, bu uyda sotishdan maqsadimiz bizga ozgina pul zarurat yuzasidan ushbu hovlini sotishga majbur bo'lyapmiz. Bo'lmasam shundoqqina katta hovlini sotarmidik" deyishyapti. Keyingi xonani ko'rishingiz mumkin. Keyin yana bitta kattagina xona, buni ham kattalar yotoqxonasi sifatida ishlatilyapti ekan. Buni endi oladigan odam oilaviy zona qilib qo'ysa ham bo'lar ekan do'stlar. Bu tomonga o'tamiz. Bu tomonda har doim aytadiganimdek, uyimizning eng shirin joylaridan bittasi, uyimizning go'zal joylaridan bittasi oshxona qismi. Kennoyilarimiz yaxshi ko'radigan joy do'stlar. Oshxona jihozlari qo'yilgan ekan. Bular hammasi qoladi deb aytishyapti. Endi aytib o'tganimdek, jihozlari kelishilgan holatda bo'ladi. Bu uyimizning eng shirin joylaridan bittasi oshxona do'stlar. Sababi Sergap Azizbek juda ham ko'p ko'chada yurganimiz sababli qornimiz tez ochadi. Shuning uchun bizga oshxona yoqadi. Sababi oshxonadan ham ko'ra
oshxonaning ichidan chiqayotgan shirin hidlar bizga juda ham yoqadi. Bu hammasi hazil do'stlar. Keyingi xonaga o'tamiz. Keyingi xonamiz bu oilaviy zona. Bu xonada bemalol El Clasiconi, Barça Realni deysizmi, Inter Barsani deysizmi, bemalol Chempionlar Ligasini ko'rib mazza qilib dam olib o'tirsangiz bo'ladi. Bu hojakalarimizga tegishli gap, hurmatli obunachilarim. Xonalarda ketma-ketligini hammasini tushuntirishga harakat qildik. Xato va nuqsonlardan ming bor uzr so'ragan holatda tashqariga chiqib, tashqaridagi sharoitlarni yana bir karra tushuntirib berishga harakat qilamiz. Manzil Farg'ona shahar MTS da bo'ldi do'stlar. 16 sotix, 9 xona, 2 ta sanuzel, 2 ta hojatxona, 2 ta oshxonasi bor. Ushbu faizli hovli uyimiz zudlik bilan sotiladi. Undan tashqari 2 sotik bog'i ham bor do'stlar. Ko'ringlar, shunaqangi katta hovli sizlarga ma'qul keladigan bo'lsa, bemalol pastdagi raqamlarga bog'lanib, bitta qo'ldan ushbu xonadonda xarid qilishingiz mumkin. Uyimiz naqd pul va ikkilamchi kreditga sotiladi. Uyimiz narxi 125 ming dollar baho so'ralyapti. Albatta o'tib beradigan joyi bor ekan. Kimgadir qiziq bo'lsa, bemalol pastda uy egalari telefon raqamlari kutib turibdi. Bemalol bog'lanib, gaplashib, savdolashib xarid qilishlaring mumkin. Doimgidek Farg'ona shahridan Sergap Azizbek va uning jamoasi bo'ldi. E'lonlar uchun nomerlarimiz 91 bilan 327 1800 va 90 535 1900 va 90 533 92 11 24 soat davomida sizlarning xizmatlaringda. Uyimiz, video obzorimiz sizga ma'qul kelgan bo'lsa, birdan 5 kishi son bo'yicha uyimizni, videomizni baholab qo'yishingizdan chiqmasin. Bizni YouTube, Instagram, Telegram ijtimoiy tarmoqlarda kuzatishlaring mumkin do'stlar. Fikrlaringni izohlarda qoldiringlar. Kimga qatdan qanaqa uy kerak va kim qatdan qanaqa uy olmoqchi yozib qoldirsalaring, biz sizlar so'ragan hududlardan chiroyli obzor chiqarishga harakat qilib boraveramiz. Xato va nuqsonlardan ming bor uzr so'raymiz. Keyingi yangi videogacha xayr, o'zlaringni ehtiyot qilinglar, fikrlaringni izohlarda kutib qolaman.